Ko'p akalarimiz narxi tushunmayotgan 14 ming, 14 kilovatli, ya'ni 10 kilovat toza chiqaradigan 18 ming so'm aytib qo'yaman sizlarga. Bu 7500 lik bu, 7500 svarkador. Tushundingizmi? 7000 so'm bu. Bu bo'lsa 4000 so'm pul oladigan joy. Oxirgi joy tamom, oxirisini aytayapman hammasiga. Bu 7000 lik bu, 5,5 kilovat chiqaradi, dizelni bu. Buning narxi 7000. Buni 10 minglik 8,5 chiqaradi, dizel bilan 3 faza. Mana 3 fazlar chiqaradigan. Buning narxi 8000. Xo'p, 6000, 5000lik 6500 ligi bor. Bu benzinni bu 6,5. Mana bu bor 10200, 12500 lik bu 10 kilovat toza chiqaradi bu. 5 lik elektrotgacha yoqadigan. Buning narxi 10 ming so'm. Oxirgi narxini aytayapman, jigarlarimiz. Ki arzon bo'lama, bo'lmaymi, bu gap bo'lmasin, men optim narxini sizlarga aytayapman. Bular mana start stop pultda 3 faz chiqaradi, 2 faz chiqaradi, 1 faza chiqaradigan 5 shumli dvijok. To'ylarga arenda beramiz akalarimiz bo'lsa, qilsa bo'ladi. Bu 2,5 lik, 2500 lik buni ko'ryapsizlar. 2 chiqaradigan. Bu 4000 so'm. Buning narxi bo'lsa 5000 so'm chiqadi. Bu start stop pult bilan. Mana bu 7500 lik, bu 7,5 ming so'm. Mana shunaqa narsalar jigarlar kimga kerak bo'lsa, murojaat qilaveringizlar. Adresiz bilasiz, mana shunda mana elektron muravi keraksa, muravimiz ham bor. Xudo xolasa ertaga muravlarimiz ham kelyapti. Keyin muravi zakaz qilgan akalarimiz bor edi. Muravlarimiz keladi, 1-2 kundan keyin kelib qabul qilib olasizlar jigarlar. Mana akani shu turibdi. Mana adresimiz mana shu Inon bozorida mana shunday eshik sotyapti. Mana ichkari bu. Mana shu yerga shunday kelsangiz mana shu yerda. To'g'ri bandarik? Azizlar, leshni bor deganida mana akalarimiz kelib olib ketyapti. Mana akalarimiz bilan bor ekan. Mana o'zining original masalari bilan beryapmiz. O'zining kabeli. Mana kabeli, mana kabellari bilan 3 faza chiqaradigan bor. Akam 1 faza chiqqan. 1 fazalikda oldi. 1 fazalikda oldi. Yaxshi kunda ishlating. Rahmat, brat. Gap yo'q. Mana agar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bor. Zakazlar bor, u yerda mana 5 so'mlar bor. Assalomu alaykum aziz qo'qalar. 14 kilovatli 5 so'mlik dvijok, ya'ni bu to'ylarga, yo'g'oy ravot sahna to'yda ishlatadi. Bez problema. Bez problema ishlatadi. Mana agar bizga kerak bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa mana paddonda kelgan, hozir ochamiz ko'radi. Upakovkasini ham ko'ryapsizlarmi? Upakovkasi qanday bo'lgan? To'g'rashda qilib ketdi. Upakovkani ko'ryapsizlar, ha? Qarang, qanday bo'lgan? Mana. Qurishini qarang buni. Ko'rsatib. Ustidan bir ko'rsatib. 14 ming, 12 mana 12 kilovat chiqaradi deganlarimiz. Bir hodisa bu. Hodisa bu. Ko'ryapsizmi? Bu bir hodisa bu bo'ldi. 32 litr bakka. Narxi 18 ming. Buning narxi 24 ming turib başladı. Muamolasi bor jigarlarimiz.
Bu benzinmi bu? Ha? Bu benzin bu. Bular motorlarni ikkita bo'lsa ikkovini olib Bu benzinli ha? Benzinli. Bu benzinli upakovkasini ko'ryapsiz? Bu qonli 3 faz chiqaradi. Ham posta zavodi bo'ladi, ham start stop. Hamma taraflama zavodi bo'ladi. Oldini ko'rsatdim. Shuni ushlab ketaveradi. 3 faz chiqaradi. Mana start stop. Toklar hammasi, mana razdelta toklar bor. Xolos, shunaqa bagi 32 ta. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Bitta bor, bittasi zapasda. Bittasi zakazga kelgan, bittasi zapasda. Qancha bo'lyapti bu? Qancha? 18 ming. 24 ming turibdi mana shu. Lekin bunday bermayapmiz. Firmasi arzon. Soatiga nechta jidi bu? Salaka bu. Ha, mana bu yerda novasini ta'minlayapti. Avtomatik 3 fazlik ramkasi. Plus o'zining original bor. Soatiga qancha salaka edi bu? Benzin akab. Benzinmi? Ha. 1 litrgacha. Xolasdan qolsa 400 gram rasxoti bor buni. Mana javob ketdim. Keyin ko'ring nima? Xolasdan qolsa 400 gram rasxoti bor. Xolasdan qolsa 400 gram rasxot. Soatiga 1 litr yeydi. 14 kilovatli. Kimga qoldi? Maqlayim kelaman. Mana bitta zapasimiz bu yerda bor. Mana bu yerda mana bu 7000 lik beqoq. Mana bu 7000 lik toza 5,5 kilovat chiqaradi. Bu dizelni aziz bo'ladi. Bu dizelni buning narxi 7000 so'm. Bo'ladigan joyini aytaman. 7000 so'm. Чистый metni motor aziz bo'ladi. Bular biran xil alyumin yo'q. Shuni ko'tarasiz, buni ko'tarolmaysiz. Mana bunisi bor aziz qilma, bundan bor. Buning 5 so'mni hop. Buni ish qilavatlidir bu. 4,5 kilovatlik bor. 4,5 kilovat so'ra arkalarimiz uchun mana 4,5 kilovatlik bor. Buning narxi ha, bu 5 so'mli emas ekan, bu so'mli ekan. Qancha buning 5 mingmi? 5 ming so'm buning narxi. Xo'p. Mana bu yerda bor, mana 7,5 lik 7000 so'm bor. Yuvalarimiz. Keyin bu yoqqa Qora qo'y yo'qmi? Yo'q. Xo'p, mana bu 3,5 lik, mana tashqariga chiqadi. Mana bu 3,5 lik. Araz qilib 5000 so'm. Start stop. Po'rtda zavodi bo'ladi, tortda zavodi qilasiz. Bular soatga 400 gram rasxoti bo'ladi. Qilib 3,5 lik 3 kilovat maksimum toza chiqarib beradi. Keyin mana bu bor. Mana bundan bor. Bu 6,5 lik. Bular 7000 va ham svarkaligi. Ham svarkasi bor bunda. Mana. Ham svarka qilasiz. Ham tok chiqarib beradi uyingizga. 7500 lik bu. Mana shu kodlargacha ko'ryapsiz, urishingiz mumkin firmada. Firma originalligi mana shulardan bilasiz. Hammasi firmaning mahsulotlar bo'lasiz.
Bizda bir qo'l, birinchi qo'l mana shu Kimachi firma Tojikiston bo'ylab birinchi joyda yuribdi. Topsangiz shuni kelasiz, bepul berib beraman. Любойingiz. Shunchalar garantiyasi bilan firma garantiya bergan bizga. Bu firmadan hozir firma aytdiki, Tojikistonga birorta kirgan emas. Sizlar o'qiryapsizlar degan. Shuning uchun shunchalar garantiya beramiz sizlarga. Любой namundan bor. 2,5lik, 3,5lik, 4,5lik, 5,5lik, 6,5lik, 7,5lik, 8,5lik to 14 kilovatgacha bor. 14 kilovatligingiz qanchadan? Qaysi? 14 kilovat. Ha, bu kattami? Ha. 18 ming to'g'ri. Lekin shu ana shu bunday firma emas, tufta firma 24 ming so'm o'shalarni biz 18 ming 4 ming arzoniga beryapmiz. Shunday gaplar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz qilsangiz olib kelib beramiz. Любой нам texnika, traktor deysizmi, mikropat, beton mishotlar nima kerak bo'lsa, mana joyim shu yerda. Dvijok deysizmi, svarka deysizmi, xullas qilib. Shto'g'ri, nimaki Xitoyda bo'lsa, tamom biz olib kelib beramiz zakaz bilan. Hammalaringizga qatdan rahmat. Davriya qilganlarimiz uchun mana shu yerda ko'plari shu yoqda Xitoydaligimizda pulni tashlagan, olib kelgan, kecha olib ketdi, yana bugun bitta qolgan, keyin olib ketsin. Omonatlaringizni yetkazib kelganmiz. Hammalaringizga qatdan rahmat, sog' bo'linglar. Nima bosam? Bizda bunaqa o'sib, yuzib, hurmat qilib ko'rdingizmi?